Masa qilib video qilaman men. Qanaqa video edi bu? Bir kun Minecraft, lekin men bu yerda 10 kun yashab qolish kerak. O'lishim ham mumkin emas. qanaqa edi o'zi? Yo, bu axir bu o'rtog'im bilan 9-yanvarda olgan videoyim edi-ku. Men buni ikkinchi qismini bitta o'zim olmasam bo'lmaydi. Chunki do'stim hozir qorong'i bo'lgani uchun ham qop-qorong'i, lekin sizlar esa kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Men esa bu yerda charchab video olayotgan paytim. Hozircha reyk to'xtatib turamiz. Video boshlandi. Men nima qilyapman? Xo'sh, mana kelib ham bo'ldi. Endi o'sha videoda birinchi kundan 10 kungacha yashab qolgan ekanmiz. Endi biz esa ikkinchi qismini olamiz. Xo'sh, ikkinchi qismda to'rog'i bu yerda yashaydigan narsa ham yo'q. Oh, lekin do'stlar, qaranglar. Meni bu skinimni esinglarda bo'lsa, bu skinim kanalimni anaqasida bordi. Kanalimda rasmida bordi. Lekin o'zgartirib yubordim. Lekin o'zgartirganimga afsuslandim. Lekin endi qaytarib ko'raman. O'sha joyni qaytarganimdan keyin qaytarib olaman. Bu keyin umuman o'zgartirmayman, chunki necha kunlar, nechta videolarda qatnashib ketgan. Qarchi shunday. Idina. Xo'sh, men birinchi bo'lib bir kundan 10 kungacha yashashim kerak ekan. O'lmasligim ham kerak ekanda. Men daraxt topayotgan vaqtimda esa sizlar kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Ko'pchilik mening maqsadim daraxt chopish, daraxtdan qurib olishim kerak bo'lar ekan. Xo'p, mana bizda tayyor versiya, tayyor analar. Endi esa biz hozirda kreativga tushmaymiz. O'tgan videoda bir marta tushib chiqishimizga to'g'ri kelgan, lekin endi hozir uy qurib olamiz. Birinchi kunim shunaqa. Xo'p, birinchi kun shunday o'tib ketib bo'ldi. Sol betdan tovuq. Ili qornim och. Yo'q, oxirgacha to'ydirish ketmadi. Lekin men polda uxlagim kelmayapti-yu, lekin anada bitta qo'y bor ekan. O'shalarni o'ldiramiz. Mayli. Bitta dona qo'ydi deb ikkinchi kun ham o'tib. Ikkinchi kunga o'tamiz. 7 kun o'ynashga qaror qildim. Chunki nima deydi? 10 kun o'ynamayman ekan. O'ylab ko'rsam. Meni do'stim bilan bo'lganda zo'r bo'lardi. Xo'sh. Bitta yo'qoq. Kun bo'yi qidirib chiqqan. Va
4-chi kun bizada tayyor. Bizada 3 ta dona tuxumdan boshqa hech nima yo'q. Nima qilsam boshqa hatto. Konga bir kun uxlab yoraman balki. Taxta kerak ekan. Hozir taxta chopib olaman. Voy. Aziz do'stlar, 4-chi kunga shunchaki bilan o'tkazib olmaymiz, lekin biza tosh qazishimiz kerak, lekin qornimiz och, jonimiz kam. Bunaqalar bizni boy chiqqan bitta urib ketadigan narsa bo'lsa, bizni o'zimiz o'z qo'rqonni ko'rsatib yuborsangiz. Shuning uchun 4-chi kun yeganlikda. Mana shu tovuqni sho'g'ilay. Aka. Yo'q, bu qonunni sal-pal to'ldirdi. Lekin 4-chi kun ham shunday o'tib ketdi. Va biz 5-chi kunga o'ta olamiz. Va 5-chi kunga o'ta olamiz. Bizda 5-chi kun ammo lekin yashagim kelmayapti. Biza uyni tashlab ketishimiz kerak. Bu uyni betdan ketib olishimiz kerak. Lekin bizaga nima kerak? Albatta yotoq. Yotoq hech qaysi kun emas. Yo'q, sizdan quridi. 6-chi kun. Voy! Yo'q. Uni ko'rdinglar? Ko'rgan bo'lsanglar yaxshi. 6-chi kun. 7-chi kunga kelib esa video shu yerda o'tadi. Bu favora ko'rgan bo'lsanglar, yaqin atrofida esa nima bo'lishini bilasizlar. Qanaqadir nimadir bo'ladi. Unaqa saroymi bo'ladi. Bundan yasalgan. Yo'q, hozir men o'lib qolishmoqda. Yoki freezerga tushib olmayman, bitta bo'lsa. Ovqat olardim. Xo'sh. Shu yerda tursam kerak mening. Jonim ko'payishni boshladi. Ozgina turib olay, keyin nima bo'lganini hozirlar ko'rsataman. Mana bizni jonimiz to'ldi va biz sekingina 7-chi kunga o'tib olamiz demoqchi. O'tib olyapmiz. Lekin o'sha videoni olayotgan paytimizda 9-yanvar, lekin hozir aprel keldi. Hali ham tushunolmayapman, lekin u video deyarli sal-pal bo'lsa uzoqlashmaydi. Ya'ni men aktivga tushib qoldi. Obunadan muammo yo'q edi. Kanalga podpiska bosib qo'yinglar. Fafikinga ham podpiska bosinglar. O'sha paytda Fafiking edi. Hozir esa menimcha ham Fafiking emas, lekin uni ham YouTube kanali ochib oldi. Kanalni hozir yuritmoqda.
shu yerdan to'xtatib qo'yaveramiz deb o'ylayman. Yo, va biza shunchaki 7-chi kunga ham o't olamiz. Va 7-chi kunga Beşgacha ko'taraman. Yo'q, qo'y. Men seni o'ldirmayman. Lekin esa hammaga xayr. Xayr. Oh, omadim kelmadi.